Nim boldinglar? Hammanglar tushkunlashib ketibsizlar-ku. Yomg'ir yog'di debmi? Dallar kirib olinglar, chaqan bo'linglar. Ularni cho'qim tutdiman. Cho'qim tutdiman, zalilari. Ularning gul qayqalari ichilib ketgani qaraganda cho'qim yeli neydi buzilibdi. Faqat ko'zim qiymayotdi. Hammasi cho'ng bo'ldi, mustaqil bo'ldi. Mendan bir-birlab ayrildi. Bununla könüşüm gerek. Bununla hoşalı olsanız buludu. Ulan sizin terbiyenizle müstakil yaşayalaydıgan boldu. Endi özüm tenha ötüşke adetlenişim gerek. Unda olmaydı o. Ulanı müstakil boldu degende mi sizni taşlıyor etmeydi o. Şundak mı? Siz yana kelişken joğardan birini tepip yeni aile kurusuz. Acayip gensiz. Bu degen tabi kanuni. Siz mengü akıl apı bulursunuz. Kelgüsü de yine baxtga erişsiz. Nurgun ballık bulursunuz. Siz muşulanı oynasanız bulurdu. Tolu çaq-çaqqınma. Daim bu şundak geplerini kılıdı gensiz. Rastı vatıma. Ben əsl ərisini tapay. Ula bak iligar məni çıxıb öldürməkçi buluşdu. Ama ben bu herkes boş gelmeymen. Qandak amalınız var, ha? Bu amanı ilacı bu mu qandıl işıq saldığan gep? Qandak amalınızın bağlığını bək bilgim kelivadı. Yüzünüzde çıqlamısa yani? Ulanın həddi mi? Amanı özəm qılımən. Şundak mı? Her halda pəxəs bulun. Rabbidən məsələlərdəki eyiq təksətlişib sürmən. Meyet olu sağlık qılman ha. Ben her günü gibi dərəxkə tuydurmaya çıxıb əsəl yeyəm. Əlbəttə bu işini akşamı qılımən. Əmisə ben kətdim. Hoş. Avaylap mən, ha? Ha, yana hava tutulup ketdi, yağmur yaqqıdək.
shundoq ruhlanib ketyapman. Bir narsa o'ylayotganda qilasan, ha? Shundoq. To'g'ri deding, bir ishni o'ylayotdim. Biz bilan o'ynag'ina Simba. Rahmat sana, hozir o'ynig'im yo'q. O'ynamamsan, hajatgansan, nimishqa bu yerda tursan? Qaranglar, bu yer nima degan tish? Atrofimizda hech kim yo'q. Bu yerda go'zal tabiat manzarasidan huzurni olayman. Har holda do'stingni tashlab qo'ysang bo'lmaydi. Bari yordamingga muhtoj chapsanba. Men Baroga qanday yordam qilishni uqmayman. U o'z amal qila oladi. Men jazm qila olmayman. U hozirla senga muhtoj bo'ladi. Buni senga tushuntirishga cho'lam tegmaydi. Uni nerdan topaman? Biz yo'l boshlaymiz, chapsanma. Ma'qul. Amsa baray. Bundaq azmangni iziyverma. Ulgurmaysan, amalni qilolmaysan. Chapsan bo'l Simba. Chapsan bo'l. Bo'ladi. Amsa mangayli. Tezroq yugursang-chu, tez yugura. Tez bo'l. Ulgurmaydim. Ay, tez bo'lmasang ulgurmaysan degan-ku. Asallarlari Baroni chaqil turibdi. Ular saran oldimi nima? Hey, bunda qilmanglar. Uni qo'yib yetanglar. Sen asalga bakamroq yemisang turolmaysan. Geçir ola, ben eski şıkkımı kantım. Asallarlari. Uni kechiringlar. Meningcha u o'tgan kisavelikdan savoq oladi. To'g'ri, qacha Baro, chapsan qash. To'la oqsoqollik qilma. Baro, sen o'ylagandek yaxshi emas. Hey, darholda uning aram beringlar, bo'ldi. Avval u bizga chiqildi. U sizlarga chiqilmadi. Aslinglarni o'g'irlikchi yemakchi bo'ldi. U oshko'z, ammo askidigili bo'lmaydi. Onun işininglar, Simba ormandagi hamma hayvonni tushunadi. Shuninglar. Ma'qul, uni yana bir qatim kechiraylik. Hammanglar yig'ilinglar. Yana kadar bana çıksam bolamdı. Chiqsam bo'ladi. Ular endi seni chaqmaydi. Oh, vay, acem ahırda. Baro, biz sözleşeyle, ha? Ha? Bu işin sözleşkilik nemesi var? Uni bir ayirib qo'yaylik. Yok. Tenishinglar. Qani amsa, biz maslahatlashib baqaylik. Bu oson. U hasilimizni o'g'irlamaslik bo'ladi. Aldirab yakun chiqarib etma. Avval maslahatlashaylik. Doğru dedim, sen bana mesletleşsek mesletleşeyli. Maslahatlash kerak nemisi bor? Baro hasilimizni yana o'g'irlasa bo'lmaydi. Sizlardan bir savol so'ray. Sizlar asalni nereden olsizlar, ha? Bunu böyle yapansan demek ama Simba. Buni kim bilmaydi? Biz gulchini yig'ib, uningdan asal chiqaramiz. Mening demoqchi bo'lganim dal mushu. Shunga sizlar gulchini o'g'irlaysizlar. Doğru Ros, ulan to'xtamay gulchan yig'idi tig'i. To'g'ri, ular nayt ko'p gulchini yig'idi. Bu gapcha asallar ismi o'g'irkan da. U nima deydi? Gulchini biz o'g'irlaymiz. Qaranglar, bilamsizlar. Asalmi o'xshashla Baroning o'ziqi. Simba, gullarga ziyon yetkazmaymiz. Bak oshirvatdim. Gulchangdan azroq olamiz. Baro bo'lsa hiligar Baro sizlarga o'xshash. U azroqla aslinglarni elib, jinini beqishni o'ylaydi. Sizler zaten sağlam buldu. Sizler o'g'irkan sizler. Nima? Buning farqi bor. Biz degan emgakchi hasad chiqaramiz. Baro bo'lsa tayyor bo'ladi. To'g'ri. Bunda qilsak masala hal bo'lmaydi. Sizlar yashash uchun gulchini o'g'irlaysizlar. Baromo jinini saqlash uchun aslinglarni yemis bo'lmaydi. Shunga sizlar o'xshash. Qaranglar, hammamiz o'xshashkanmiz do'stlar. O'g'ri.
Ötürüp kıl, beni geçiriyorlar. Ötürüp kıl. Sizlarning jazolash usulinglar baxal ekan. Yaxshi, so'zlashaylik. Simbaning so'zlashini aytib ekan. Bo'pti, sening diningdek bo'lsin. Nima ish to'g'ri bo'ldi ekan? Men oshirib o'tgan. Ketmagan kishining to'yida keltirib qamashmagan gaplarni qildi. Ishqa yo'liqqanda o'zimizni tutib olaylik. Shundoq. Biroq sen tanilishing kerak. Iyiq yesi bo'ladigan narsa bekchiq. Hasanli emas. Biroq biz uchun gulchingni kam bosib bo'lmaydi. Shunga baroni bek ashko'z desak bo'ladi. To'g'ri, o'g'ri yerda. Biroq sizlarni tanilishinglar kerak. Uni bundoq jazolashning o'zi shaxsiyatchilik deymi? Nemishqa bundoq deysan? Sizlar shaxsiyatchi bo'lg'ashqila gulchingni ilishga haqqimiz bor deysizlar. Gullarga ziyon yetkazmaymiz deganinglar bilan gulchingni ilib bo'lgandan keyin gullar qanday o'zgarib ketadi? Sizlardan so'ray, sizlar buningga ko'ngil bilib baqqanmi? Qaringlar bo'lmay, to'xtamasdan boshqa gullarga ziyon yetkazsizlar. Bu gapga Bu oson. Baro azroq hisi bo'ladi. nima deding? Baroga doim azroq asal bo'lsalar, u rozi bo'ladi. To'g'ri. Yaxshi bo'ldi. Qo'shilamiz. Men qo'shilaman. Biroq baro Hasanning hammasini yevatmaslikka ma'qul bo'lsin. Ma'qul dedim mana. Masala hal bo'ldi. Men Baroga va'dasida turishni eskartib turaman. U azroq asal yeb tursalar, rozi bo'ladi. Xo'sh. Hasanliging bo'lsa, chapsanman. Rasma, meni chaqmamsizlar? Biz birinimizga amal qilamiz. Mana sen kunligimizni berasan. Bundan keyin meva uzib ye. Baro, kelib masala. Rasta isan bo'lamda. Ras, biz hamma gapimizda turmiz. To'g'ri. Chapsan bu. Ma'qul. Tirnog'imga ozroq chaplashtirib olsam, chiqib ketmas, ha? Ya, kelar. Agar xohlasang, biz usib beraylik. Unda texim yaxshi bo'ladi. Shundaqmi? Tushimdagidek ish bo'lyapti ya. Endi xotirjam masala yalaydigan bo'ldim. Ko'proq ye. To'yg'ichi. Bundan yaxshi ish bo'lamdi. Sen bag'a rahmat desam bo'ladi. Hey, kelinglar, baroga asal chiqarib beraylik. Ma'qul. Sangulayli. Endi berib ishimizni qilaylik. Sinba! Man qara Sinba! Ha? Seni kang yayloqqa ketar ekan degan tuğu. Shundaq o'yin batdi, ammo texi eng oxir qarorga kelmadim. Yaxshi bo'pti. La li la. Sinba, sen kelgandan keyin men sana bir narsa ko'rsatay. Men bilaman. Chaqqan bo'l. Qandaq narsa u? Men sana ballarımni ko'rsatay. Ular texi güdək, nadan, hech nimni bilmaydi. Ha? Ballaring nima? Men ko'mabdi ekanman. Endi ko'zingni yum. Ha? Ajab tezg'u. Bu bo'jalar nerdan paydo bo'ldi? Yaxshimisiz Simba? Dadimiz bizga doim gapini qilib beradi. Sizlar bilan tanishganimdan baxushalman. Sinba, sen o'rmonning yaxshi ekanligini his qildingmi? Qara, bu chiroyli qushlarga sana gul akapti.
Sinba, endi xo'shal xo'rab o'ynaylik. Neymiş bundaq işini sıkışıqlaysın? Senin kan yayloq ketadigan onu o'ylasam ham ko'nglimiz buziladi ekan. Men dedim-ku, texi bir qaror kelmedim. O'ylanyapman. Qaraganda ketmasam bo'ladigan o'xshaydi. Shunda qisomga qo'shma. Do'stlar, baya Simba Baru bilan Hasan arisining munosabatini xuddi podshohlardek bartaraf qildi. Buni men burunli paras qilgan. U chuqur podshoh bo'ladi. O'rmondagi cho'ng oqsoqolning mushundaq deganligi Simbaning cho'qim podshoh bo'lganligini tushundirdi. Bu sizning bizni tarbiyalaganligingizning natijasi. Siz bizga suvda qanday qo'zishni o'rgatgan? Rasimda qiliq kunlik ishni unutib qolmadim. To'g'ri, biz tasqaga suvda tunjiqib belgili. To'g'ri, men sizlarga ko'rik o'ppagan, ha? Aman bir kuni men hal qilib bo'lmaydigan masalalarni hal qilib buyuk olim bo'laman. O nim qilyapti? Qarg'u chashqarni saqlayapti. Qarg'anda ularga ko'proq vaqt ketgidek. Sizlarni saqlayotgan ne vaqt? Ahvolinglar qanday qara? Ularning diqqatini qo'zg'ab qo'ymaylik dedik. Buni tushunaman. Maymunlar maqsadimizni uqib qasib bo'lmaydi. Aslida bu ishda sir saqlamoqchi ekansizlar-da. Jiringlar qarab baqayli. Nim bo'ldi? Nemishki bilan cho'gilib ketamaysizlar? Qarg'u chashqonlar yo'lvosning o'nkiriga tutishadigan maxfiy yo'l qo'labdi. Bu gapcha yo'lvosning gapini anglay olmayotganmiz-da, ha? Bak aqlliqkansan. Endi maymun bilan yo'lvosning yili mikrlaridan xabar topa olamiz. Mana qarab baqayli. Qarg'u chashqonlarning yordami bilan uchur egilaydigan maxsus liniyaga ega bo'ldik. Shundaqmi? Hey, gap qilmanglar. Ular bizning gapimizni anglayoladi. Sizlarni chaqirishimdagi maqsad Simbani joyli o'tish. Hozir fursat keldi. Men amal qilib podshohlikni tortib o'z o'rnimni asriy keltirman. Unim deb jelavatdi rezil bir nimiki. Hozir fursat keldi. Men egilagan ahvoldan qaraganda Simba kang yayliq ekan. Yaxshi o'g'il, o'kasi bizga seni podshoh bo'ldilar, alilar yassin.
Men uni ketkizmayman. Uni ham do'stlarini yo'qdiman. Bilishinglar kerakki, men bu yerning birdan-bir xo'jayini. Mening ruxsatimsiz hech kimning kirib chiqishiga ruxsat yo'q. Biz jazman maqsadimizga yetishimiz kerak. Yo'lvasning quyrug'ini bir tishlab uzib olg'im kelib ketdi. Yo'lbars ili ishlatmoqchi. Biz uningga o'zimizni bir tutib qo'yaylik. Simiz, sen hayajoningni basamaytding. Yo'qolgan chaqchaqlarni qilatding, ammo bu qitim to'g'ri gap qilding, ha? Sen bayasun. Hammamiz Simbani ketmisken deymiz. Fakat Simbali orman padişahı bo'lishga munosib. Bu baland gap bo'ldi. Simbaning do'stlari cho'qim xush bo'ladi. Shundaqmi do'stlar? Ha? Men qo'llayman. Simba cho'qim yaxshi podshoh bo'ladi. Men qo'llayman. Hammanglar qo'shilsanglar, amsa baqilib etdik. Bunaqa hammamiz qo'shilamiz. To'g'ri. Bu gaplarni anglab, ben xush oldum. Xo'shamsa do'stlar. Do'stlar, xo'sh emsa. Nimqotsiz. Böğürlerinin atamanını çakırvatman o tağda. Onu nemişki çakırsız? Hemmi böğürler kelip bizge yardım kısın. Cengi tayarınaylı. Ormandaki böğürlerinin hemmisiga xabar qilindi. Mening hovlig'inimni anglasa, ular hammasi jig'iladi. Anladыңlarmı? Ular kelip bizge yardımlaşıp tayarlanıvatıdı. Hazırlık kelip bizni qoğdaydı. Böğürler topi bir çoğun aile. Böğürlerinin hemisi Simbani yaxşı görüdü. Bek yaxşı oldu. Bu yaxşı oğul ekan. Biz endi qo'rqmaymiz. Haqqaniyat cho'qim rezillik ustidan g'alaba qiladi. Bek yaşladı. Do'stlarning hammasi Simba bilan birlikda Yo'lvasam uning sheriklari bilan elishadigan bo'ldi. Simba erkin holda o'zining kelgusini tanlaydi. Agar u xohlasala keng yayloqqa ketsimi bo'ladi. Undaqda ishning oxiri zodi qandoq bo'ldiganligiga qiziqsangiz, keyingi qismni ko'ring.